Xo'sh, qadrli ko'ruvchi do'stlar, undaqda biz ekran orqali bugungi mahirimiz bilan tanishib chiqaylik. Ko'ring. Voy, yig'ini chottanlar satol deyman. Kela. Mayli, tanlablar. Men qarshi ishning jiddiy vaqtida paydo bo'lsa osmonga tushganda. Tanladingmi? 187 numarlik mahir ekan. 187 numarlik mahirimiz. İsmi G'uncham, yashi 40 yosh. Kasbiy tijoratchi, yurti Urumchi. Güzel hayat programımızı sizge bir qatim uçurgandek adamgıma fursat hayatida bir yoki 2-3 qatim uchraydi-ku. Bu mahirimizning mana shu fursatni chin tutib, bizning o'tganlarimizni o'tib, naq maydon sanimizga berishini umid qilaman. Unda bo'lsa naq maydon sanimizni ko'rishaylik. Tanlangan arzu egisini sehnimiz taklif qilamiz. Marhamat. Yaxshimsiz. Eng avval ekran oldidagi ko'rman do'stlarimizga qizg'in salomlaringizni yo'llab o'tgandan keyin endi baramiz. Bo'ldi, ma'qul, rahmat. Ekran oldidagi barliq qadrli, suyimli ko'rarmanlar, hammanglarga mendan o'tliq salom. Güzel hayat programmasi orqali sizlar bilan diydorlashganimga intayin xursandman. Rahmat. Xo'sh bo'ldi. Adar ismingiz nima? Ismim G'uncham. G'uncham. Mushu Urumchidan. Urumchining o'zidan G'unchamda mush Güzel hayat programmasiga talanganligingizdan xush oldingizmi? İntayin hoş buldum, hayacanlandım. Güzel bir arzuyunuz bo'lganligi uchun bizning programmamizga tizimlatganingizlar-ku. O'ylamagan yerdan baktaliyingiz bor ekan. Shuncha bola ko'pligan mushu tizimlatgan mahirlarning orasidan bugun siz tanlanib qoldingiz. Muborak bo'lsin. Unda bo'lsa o'zingizning shu güzel arzusiga yetishdan avval birinchi maydonda mening o'tganimda o'tgandan keyin ikkinchi o'tkalda Shamsiyadan va arzu yetakchilarimizning oldiga berib arzuyinglarni o'rtaqlasha olasizlar. Agar mening mush birinchi maydondagi mening o'tganimda o'tamay qolsanglar, qanchalik arzuyunuz bo'lishidan qat'iy nazar ketib qolsiz. Cho'qim ham mushu sizningki mush o'tganingizdan o'tishga cho'qim tirishaman. Unda bo'lsa G'uncham xonimga zodi qanday vazifalar chiqadiganini birlikda ko'rib boqaylik. Qancha nomer tushganda? Wow, 50-nomer chiqdi. 50? Wow, 50-nomerdagi vazifa zodi nimada birlikda ko'rib boqaylik. Mana bu cho'ng ekran qarab boqsak. İchimlik ichish deydi. Wow, ichimlik ichish deydi. Anlamak bek asan ekan. Anlamakka asan cho'qim boshqacha qiyinlik yeri bor. Bu G'unchamadam haqiqatan bek aqlli ekan. Bizning program guruhimizga men va bizningki xizmatdoshlarning hech qaysi sizga yordam qilmaydi. Faqat o'zimlam. Faqat o'zingizni kuchiga tayinsiz. Biz sizga ergishib shu sizning butun suratlaringizni tortishib beramiz. Hamroh bo'lamiz, lekin qat'iy yordam qilsak bo'lmaydi. O'sha ichimlik ichish vazifangizda bizningki Güzel hayat programmamizni qo'llagan o'sha Arqovul yemak-ichmak shirkatininki o'sha energiya ichimligi bor. Shu energiya ichimligini buni musobaqa xarakterida olib boramiz. Faqat siz yolg'iz emas, boshqa mahirlarimiz bor. Boshqa mahirlarimiz o'xshash turdagi o'sha ichimlik ichish vazifasi chiqqan emasmi? Qancha nomerga? 50. 50. İchimlik ichish deydi. İchimlik ichishga. Nimdasa? Qanchaga? 50-nomer. 50-chi, o sizga 50 chiqdimi? Cho'ng ekran orqali ko'raylik sizga berilgan vazifani, ha? İchimlik ichish deydi. Osankamga. Nima? Osankamga. Nima dedingiz? Osanka. Nechinglarni bir maydonga yig'imiz, birli musobaqani olib boramiz, lekin bu ichimlikni biz odatda potokon ko'tirib chiqdik-ku. Biznikida mushu ichimlik ichish neytisi ishimiz. Bu neychimizning uzunligi 100 metr. 100 metr. 100 metr aralıqda 100 metr neycidən mən sümrükçimə deyirəm. To'g'ri, faqat birli botulka ichimlikni 100 metr neychi aralig'ida ichib bo'lsangiz, demak bu raqobat sahnasi. O'zinglarning vazifasini qaysinglar eng baldir yengilsanglar, shu yengan bo'ladi. Bo'ldi. Ma'qul, tushunishlik bo'ldi. Bu san programmamizda tanlangan arzu egisi G'unchamadash o'ziniki mushu vazifasini utuqli holatda tamomlayamamdi. Diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Kerak qilinglar Changjo Goroyi xos nomidagi Güzel hayat programmasi. Bu san programmamizda qatnashgan mahirimiz 3 nafar. 3 nafar mahirimizning asosligiga o'tmoqchi bo'lgan vazifasi bo'lsa, Arqovul yemak-ichmak zavodi ishlab chiqargan energiya ichimlikini ichish. Balkim ekran oldidagi ko'rman do'stlarimiz faqat kichiklan bir ichimlikkangu deb o'ylab qolgan bo'lishinglar mumkin. Buningki ichiga qo'yib qo'ygan shilankining uzunligi bo'lsa 100 metr. 100 metr shilankidan shumirib, kim eng avval ichib tugasa, shu tutqan bo'ladi. Ana lekin bizdanki ikkinchi maydonimiz, ya'ni arzu sahnasiga berib o'zining güzel arzularini Shamsiyadan va arzu yetakchilariga o'rtaqlasha oladi. Unda bo'lsa, mahirlarimiz tayyorligini qilibdimi? Tayyorligimiz bitdimi?
Asankango deyotqandingizmi deyman. Ishqilib asankango deganda qilgandinglar. Undaq bo'lsa, mushu shilankidan shumirib, ishqilib mushu bir tomchisimi eg'iziga kapog'icha va balkim oksigen yetishmasligi mumkin. Va balkim kolpuqlari og'rib ketishi mumkin. Va balkim voz kechishi mumkin. Undaq bo'lsa, boshlasak bo'lamdi? Bo'ldi. 3 ni sanayman. 3, 2, 1 deyman. 3 yilinglar tushunmasanglar bo'ldi, ha? Tushunishni boshlasanglar bo'ldi. 3, 2, 1, boshlandi. Oyoqning momangdi. Hozir mashinaga obdan qaraydigan bo'lsak, shimirilayotgandan keyinki mavuz suvniki, ichimlikniki seriq suvi to'xtamasdan mengayotdi. Qanara? Mau öküz yığıncalıqlar taza yetişməyətamdı qandaqa? Toxtusun sunmaydı? Toxtaq qalsın sunmaydı. Davamlıq sümürünlər. Oğal bal bakəzlər. Bir adamlar götürüb qoysaqlar bo'lmaydi mə? Ne bodu qo'chamada qatlab qo'yatdingiz onu? Charchab qoldim. Charchab qoldin? Davamlıq qildingiz ya? Xudda arami velishqa yili sal turib 2 minutdan keyin deydigan ish yo'q. Davamlıq turda. Qaysinglar birinchi bo'lib ish bo'lsanglar shu yengan bo'ladi. Arzuyinglarga baldir yetalaysizlar. Tezdin. Mana hozir bu 100 metr degan gapmi? Haqiqatan oson emasga qaranglar, qadrli ko'rman do'stlarim. Aran testi matiqi qancha metr bo'lgandi bu? 10 metr shumiralgansizmi? Xudodimlar. 90 metr bo'lsa, ishchilarni asosiyatdan o'xshash. Ne bo'ldi birdan og'zingizni chiqarib olparsizmi? Qalbim og'rib ketdi. Tiniq yetishmadi-ku. Tiniq yetishmadi? Oy. Yenichi. Ochda tesmiki? Qalbimda jammi qolmadi. Oson tuğu. Jamada xiyol suratamdi, ya'ni Sho'lmek arib ketdi. Qo'shqim og'rib ketdi. Chinqilib bir xil. Bismillah shumirib bulamay chinqilib qolibsiz-da. G'ayrat qilinglar. Og'zim o'zimdan emas, pek og'rib ketdi. Bizim ketdi. Qanday voz kechamdiq? Yo'q. Voz kechirgan do'stlarimiz bo'lsa, voz kechsanglar bo'ladi berdi o'zimi. Havo kiryapti, teqi arliq. Voy maydabak chiqib ketdi menam. Maydam chiqib ketdi, eshikni urib qo'yayman. Bulunga. Ha? Sattalab ketdim men. Sattalab ketdim. Chiroyli qilsangiz ummamni. Qalashlaring chiroyliklari botusan, cho'qim sattalab olgansiz. Sizni tushunmayapman. Yo'q, bu meni ishim emas. Mening vazifam sizlarga qarash. Kechasanglar bo'lmaydi deyish. Ha, bulunga. Qo'y bishim qiyib ketdi mening. 1.85 m qanday ahvolingiz? Obdan. Maqlaringiz cho'g'ilib ketdimi qanday? G'ayrat qilib. Voy, 1 minutda mevasli. Voy, shkola deyishvaqanday. Charchab ketdi. Qanday? Siz aram olasiz? Aram olayman. Maqlaringiz 1 minut aram olinglar. Voyjon. Ha? Qanday qarab o'tkaldi o'tamanki deb o'ylagantinglar o'zinglarni? Munda testlab o'ylamagan men. Siz qanday deb o'ylagan Arafat? Oddilam ishchiga o'xshayman deb o'ylab ekanman seni. Nima abli ishchidiganga e'lon tatmaymiz biz. Vaqt to'shdi. Voy, 1 minut vaqtinglar to'shibdi. Bulunglar, ha. G'ayrat qilinglar, jo'q. Bulunglar. Yarim soat vaqtinglar to'shdingmi? Bulunglar tez. Vaqtinglar oz qoldi. Arafat tortish qolmaydigansiz-a? Voy, o'lab qolaymi dedim. Lekin bexatar etimizga diqqat qilgan asosda bo'lsin-da. Siz rasmiy hozir qolsam tortishib qolgandan atam qo'rqityapsizlar, qilmang. Voy. Ha. Chidamadim. Aram elishni tam aram olamiz. Bulung'a davomli. Bulung'a. O'g'lim bilan qarang, unchamadan shunda salmoqlik bilan, nazokati bilan shimiryapti. Bir ayol kishi o'tirib qo'ysanglar bo'lmas qilinglar. Hay ishchinglar oz qoldi-ku. Voy, nimda test bu? O'shunda test. İşçibəsənlər buldu, ətiyən yoxu şümürgünlərinin adı çıxdı. Energiya işçimlik sizlərə texnik cıq energiyalarını əkəb verdi. İştіңізmi? Az qaldı. Aşağıda çıxsın buldu, aşağıda çörüp çıxsın buldu. Az qaldı aca. Bulunlar. Ne oldu? Vay çıktı bana. Koca medaldan çıktı bana. İştiniz mi? Bayramdan çıktı bana. Qanday ketami? Voy, bek yaxshi. Hammaning mo'yimga chiqqan yo'q hissiyatda.
Arafat, Bilal. Voy, Bilal, yo'q, Arafat, Bilal chiqinglarni sutini ovlashni qo'ydim. Bilanglar, men buncha madanglar ichib bo'ldi. Ha, bilang, qarang. Qanchalik avvalni kirgizayotganligimiz ko'rdingizmi? Mana bu ishlarni jiqliqini. Bilang. Acha tuydimi sizni? Voy, men yer ketdim. Qoldiqlar qop-qopdi. Rejissor, buncha madamni tuyay deb qoldi. Mushu bo'lsa hisobmi hisob emas, sizni degan gapingiz hisob. Tugisi hisob deydi. G'ayrat qilinglar. Ulamdi, az qoldi. Ma, hadanglar sizlardan eshib bordi. Siz hozir ash qoldiqlarni ichchiman deb qolgan avvalarni ichib bor siz-a. Mana qarang, mushlarni hamma ichib-a, to'g'ri. Arafat qarab o'tama. Buni O'tgan xonim to'liq ish qilibdi. Mana qadrli ko'rmanlarimiz, hozir bu ichimlik ichish musobaqamizda G'uncha madam yengib chiqdi. Muborak bo'lsin. Bekor chiqam oldik. Nima? Lekin hech qisi yo'q, shikolarmi, shu xili tirishdinglar, xili kuchidinglar emasmi? Agar faqat bo'lmay qolsa, orzuyimiz batdi biz amalga oshirmoq bo'lmaydi deydigan umidinglar bo'lib qolsa, kelasilik programmalarimizga tizimlab qatnashsanglar, balkim sizlarmi vazifadan baldirab o'tib, Shamsiya adamlarning qishig'i berilishinglar mumkin. Ma'qulmi? To'g'ri. Bugungi bu programmamizdagi ichimlik ichish musobaqasida G'uncha madam yengib chiqdi. G'uncha madam muborak bo'lsin. Amdiki navbatda Shamsiya adam va Orzu yetakchilarining qishig'i berib, o'zingizning orzusini o'rtoqlasangiz bo'ladi. Rahmat. Yerib ketdik-ku, ko'rib qo'ychi. Nafas yetishmagandek ulab ketdi. Dastlab boshda bo'ldinglarmi? Nafas yetishmagan. Ay siz yigada to'qangu? Ashta biz nima ish bo'ldi? Masalan, menga oksigen yetishmadi. Mamanda gap o o'pki degan hamma narsaga havo yetkazib turgan bo'lgan ekan. Oksigen yetishmadi degan gap, hammaning yetishmadi degan gap. Qon yetishmaydigan gap, oksigen yetishmagan ekan-ku, menga chin qilib qo'yadigan gap. Hozir men ko'rgichimi menga tasavvur ko'p ketdi. Onun üstü tez şlankını bunda tuz koysal asan bulab oğayımın deb oyladım. Bunda onun tıkım cıkmış gitem ki hem de okumayım hem de biz görüp teslim yüz kıldık hem de özün anlap bakayılmamız köpçülük. Mayırımızı səhnəmizə təklif qılırız. Mərhəmət. Köpçülük bir salam beri alamsız? Ekran aldiki barlı körünmələr, əmmələrə məndən odluq salam. Onundan başqa, məşə güzel hayat proqramımız arqılıq, məşə səhnə arqılıq, meninki dadam bilən apamның yoxluğunu çandımay kilovatqan, anam Rozxan və dadam Abdikerimға məşə ekran arqılıq salamımını yollayman. Qeynattığınızı salam berib atsınız hazır şunda. Bördladiki qeynappa qeynatılırım. Bördlada. Apaşdadaşlar ekranda köygəndikən çoxum bək xoş buludu deb oylayman. Qan appa, qan dadınızı salam berib aldınız da hazır, salam yollab aldım. Acaba bir illik bir sezim boldu həmimizgə. Dəsləb dili çıxıb qeynaptamğa salam berib alma degan gap. İşdən yolunu bildi ki. İşdən yolunu bildi ki. Aştama. Benimizge bir illik duygu bədiraz. Diqqətimizni nəhayət oңuşlu halda yaxşı tatdınız özünüzge. Əndi sizin hikayələriniz bilan tanışıb çıxışdan ilgiri, yanılım şu nimişqi çıxıblı bu işkəyləng salam deməkçi boğununuzu bilib baxsam bulamdı. Güzel hayat səhnəsi arqılıq mening opam bilan dadam, yəni qan dadam, qan atamğa salam berishimga maqsad bo'lsa, Çünki mening opam taladımı? Çünki mening opam 24 yoshda tugab ketgan-ku men. Hozir opam bilan dadam hamda qaynapam, qaynatam deymiz. Ular bördlada. Bördlad bo'lsa-mu, 12 yilning yoqi. Shu turmushimizda yaqindan opam bilan dadamning yo'qligini faqat chandamay keldi. Şuna ekran arqılı opam bilan dadam salam bergim keldi. Demek her qandaq ishni qilganda, her qandaq xush xabar bo'lganda, natijalarga erishganda shu ikki qadrdonimizni boshda esingizga oldi ekansizda. 12 yilning yoqi men to'y qilish jarayonida shu turmushlik bo'lgandan keyin
Dadam bir yildan keyin tugab ketgan. Men turmushga chiqib bir yildan keyin dadam tugab ketgandan keyin meningki qaynopam opamning rolini elib, qaynotam dadamning rolini elib keldi. Hozir mening 3 o'g'lim bor. 3 o'g'lim 3 yosh kirgandan keyin 3 yosh kirgacha men oz to'liq qardim. 3 yosh kirgandan keyin mening opamning dadamning yo'qligini changdolmagan asosda shunchalik yaxshi qarab berib kichik o'g'lim hozir 2 yosh kirdi. Bertladik opam bilan dadamning qishida doim kep turdi, kep turgan bilanmi, lekin mening shu onalik mehrimni opam yetkazib turibdi. Dadalik mehrini dadam yetkazib turibdi. Hamda menga shunchalik darajada yaxshi muomala qilib, dadam bilan opamning yo'qligini faqat 12 yildan yaxshi changdomidi. Şunlaşqa şu birinci bo'lib ekran oldidagi barliq ko'rinmalarga, meni qo'llagan barliq azizlarimga salom aytishdan boshqa, opam bilan dadamga birinchi bo'lib salom aytgim keldi. Yurak so'zimni shularga degim keldi. Albatta, mushundaq mehribon ota-onalarga bizning salom yo'lligimiz bor. Kelin kuyovni o'zining o'g'li o'zining qizdek ko'radigan shunday suyimli ota-onalarga rahmat degimiz keldi hammamizning. Men bek ta'sirlandim shu opa-dadamizga men chin yuragimdan salom yo'llag'im bor. Rahmat. Undaqda bugun qanday orzu bilan keldingiz? Kichik vaqtimda o'zimning ovozi bek yaxshi deb o'zimgamda amroqliqimga keladi. Ovoz berish bir orzuyim bor-da hamda. Hamda ya kinoda bo'lsin, yoki bo'lmasa riyosatchilik bo'lsin, yoki bo'lmasa bir sahnada bo'lsin, shu birasning ovozini do'rab bir ovoz berib baqqan bo'lsam, ashnaq bir artistlik dast o'qigan bo'lsam, deb ashnaq bir orzuyim bor-da. Uningdan keyin Dilshod Raydinmi bertlaliq Dilshod Raydin kam. Shu Dilshod kam bilan paranglish orqali asli siz artistga loyiq ekansiz degandan keyin u to'yg'im texim kuchaydi-da. Asli men shundaq bo'lishga loyiqdim, lekin hamda undaq fursatlar bo'lmadi. Men boshqa kasb bilan tutib qoldim. Mening o'zimning qilayotgan ishim bo'lsa-mu, lekin shu kichik vaqtdagi qiziqishim yanalam shu urg'ib turganligi sababidan o'z amaliyatim orqali balalarimga ko'z tutish orqali o'z amaliyatida men boshqa ish qilib tursam o'zimning qiziqishini yana orzu qilib amalga oshira olay ekan degan amaliyatini ko'z tutish orqali mening qilayotgan ishimmi boshqa kasblarim bor. Balalarni hamda tarbiyalash uchun shu 3 yil bo'ldi Urumchiga inib kelganga. Bu yerlarda qilayotgan kasbim go'zallik kasbi, sog'lomlik kasbi. Aslında 19 yaşımdan başlap men 11'ni bitirip muş kasb bilan shug'ullangan. Hozir o'zingizning o'rni bormi? O'zimniki o'rni bor. Shundaqda shuningki ichida. Maxsus sog'lomlik. Maxsus sog'lomlik. Maxtum Slab Piptet Davala sog'lomlik chekli shirkati deb shirkatning nomi bilan og'izib, grim buyumlarini ishlab chiqarib, shu salonlarda ishlatadigan, anadan keyin sog'lomlik kutinish o'rinlarida ishlatadigan bir yurishlar. U shu Maxtum Slab nomida. Maxtum Slab nomida. Işıltıdığan bir yürüyüş. Işıltıdığan bir yürüyüş, gırım buyumları. Ben markamni 12 yıl burun enge aldırıp koygandım. 12 yıl burun ben toy qilishdan burun enge aldırıp koygan. Ondan keyin toy qilish turmush chiqish sabablardan qolib qoldi. Anadan keyin balalarni tarbiyalash jihatda bala tug'ish, bala tarbiyalash degandek bala kichik bo'lish sababi bilan bir necha yillar tashlanib ketib qoldi. Shunday bo'lsa-mu, lekin yana biz yana 3 yil bo'ldi Urumchiga inib kelgandan keyin men Maxtum Islah markasi orqali shirkatni anga oldirib, anadagi Maxtum Islah markasi orqali turmush buyumlari, maxsus sog'lomlikda ishlatadigan yurishliklar, anadagi grim buyumlarini ishlab chiqarib, o'zim marka qilib, anakan sog'lomlik salonini o'zim qurib, o'quvchilarimni tarbiyalab, hozir shu 7 yerda do'kondorlarni noldan boshlab tarbiyalab, ularni shu do'kondor xo'jayinlik qilib bo'ldim. Lekin hamda ashnaq ovoz berish jihatdan yoki bo'lmasa ovoz ilish jihatdan yani qandaq yo'llar bordi, men hamda shu yo'llarga qandaq bir yetsam bo'ladigandu degandek kichkina orzu bilan kelib qoldim. Demak, siz hozir orzuyingiz shu ovoz berish jihatda changshib bir sinab baqsam, shuni bir amaliyatimda o'tkazib baqsam demakchi. Hamda lekin bu orzu qarmoqqa, anglamoqqa oddiydak turgan bilan buning kaynidagi ma ahamiyat men ta'sir qildi. Masalan, men o'zimning amaliyatim orqali balalarimga tarbiya bermoqchi. Endi siz masalan mush orzularingizni amaliyatingiz orqali bildirmoqchi balalarga. Unisi balalarning texmi yaxshi tarbiyalanishi uchun birlardan Urumchiga ko'chib keldinglar. Bu qarorni chiqarmoqmi oson emas, bir shahardan bir shaharga ko'chib berish degan. Ras. Onun üstüne biz birlar shahardami hamda ishlarimiz shunday yaxshi ketayotgan. Kelish jarayonidami hamda nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi. Nurg'un qiyinchiliklarni
Әмді мұйым әмді, оның үстіге менің yoldaşımınki ata-anası, yoldaşım öyünün kiçik. Mən o əmdə şu qeyrindaşlarım var, 7 qeyrindaşlarım var. Dadamınki sınırları, inniləri var. Bək yaxşı ütümüz, ulamı bək mihriban bir akam var. Mən ata-anam bolmağan dekin sel baş-başaqıra qılıb gəp qılmayla, mən akıllarımı dəplə minib gəlsəm oldu. Lakin yoldaşım, apam bilan dadamның ən kiçik oğlu, Ətiva oğlu. Şularını əmdə köңlünü yerim qıған asasda inib gəldik dəp oylayım. Yoldaşımның əmdə şu ata-anası uyaqda bolğan dekin sel köңlü yerim bolub qaldı. Şu bir hissiyat əmdə eləqi. Əmli qiyinçilik emas, hissi duyğudakı qiyinçilikni yeniş bolub qaldı. Muşu cəhətdən əlim alım bizə əmdə biroq sözləb bəsə dəp oylayım. Əməliyyətdə adamlardan ayrılışı olubmu, balalarınçu? Ata-anadan ayrılışı balıq intan paydalıq əməliyyətdə. Ayrılıb, pat-pat ayrılıb duruşu. Hem de hazır ata-analar həddən ziyadə özüdeki bəzi ənsizliklərini, əndişini balarıqlıq oңuşmaqçı oldu ki. Bu degellik hem de adamlardaki mesela bazı adamlarda en çok tövellek ekende korkuş buludu. O bu korkuşunun mənbəsini bilmegen ahvalasında da o çıkım sırtqı muhitdən bunun bir mənbəsi deydi degen gep. Bunun mənbəsini balı qılıb oylab bilib, kallası hər xil pasıb xiyal kelib, məktəbdə yanğıcman davlab qalama deyə xiyalının əmmisi əsli əndişinin bir sayısı. Əsli onun əndişinin mənbəsi o emas, amma o bir mingisini mənbə tepiş gerek. Bir yerə orunlaşdırmaq. Şunu bir düşündürüş gerek. Ondağın dekin bəzi ata-analar hem de şunu balığa cipsili bilib, balıdan kirişib aldığı əvval şunu da kep çıxıdan. Bu xil ahvalası da hem balı mı hem de onun bir ata-ananın balısı olğan bilən o bir adam hem de. O bir adam buludu, kiçik bir adam. Kiçik bolsun, şıqıl bir adam. Onun özü güçlük bir boşluq oludu, özü güçlük karar oludu, özü güçlük özlük oludu, özü güçlük tallaşlar oludu. Hem bazı tallaş kararları ata-ananın bayatınqı degendeki hissi tusalgılarga doquruşup qalğanda bu ata-analar bu balının özü buluşuq yol qoymaydı. Yani men-sen basqışdan men-men basqış öteşki yol qoymaydı. Hem kiçik vaqtida har qandaq bala men-sen dep qaraydı. Bunda açıp aytqanda ata-anasının yüzü bilan billi oylaydı. Keyin çoğumlap menmi menkenme degen vaqtda ata-ana yo'q sen men dep yanını bunun yol qoymağa avalasida da balada anandan keyin bir xil kamtuklik tuyg'usi zizbegen müşahede şeklinde kaldı. Şuna ba'zida biz tunuş muhitlardan ayrılışımız vaqtliq bizde bir yaramçılık paydo qilayotgan bilan amaliyotda odamlarning o'zini o'zi tushunish, o'zidagi yoshirinib qolgan ba'zi axlat hissiyotlarni tozlashiga amaliyotda foydasi bor. Qaramoq bearam bo'lgandek turgan bilan bu bearamlik amaliyotda uning keyingi hayotini texim oromlashtirish, texim rohatlashtirish uchun to'laydigan bir badal hisoblandi. Köpünçümüz bu qısqa ömrü qısqa bo'lgan bu bearamlıqdan ibaret bedellerini to'lashni xohlamag'achqa ömrü uzun asli xarakterlik bedelni ko'p to'lab ketamiz. Hamda g'uncham masalasiga kelsak, g'unchamning bo'rtalardan Urumchiga yo'tkilishining o'zi men bayatın degandek o'ziga bir tunish shakllantirgan bir rohat muhitdan bir o'ziga noatnish bir muhitga kirdi degan gap. Garchi bu noatnish muhitda G'unchamning asli tunish muhit orqali qo'g'dab kelayotgan nurg'un axlat hissiyotlari ham bu yerda biraqli chiqadi degan gap. Odamlar bu xil hissiyotlarni umumlashtirib bearam bo'lish, tashvishlanch deb ataydi. Bu hissiyotlarning hammasini turi bo'ladi. Ammo nima degan vaqtda bu hissiyotlar axlat hissiyotlar bo'ladi. Bu chiqqandan keyin G'unchamning ana degan hayotida bir texim cho'ng bir chambar, kichik chambardan chiqib ketdi emasmi? Cho'ng bir chambar sizildi degan gap. Bu cho'ng chambar sizildi deganning o'zi hayotida, muhitida, realligida shu chambarga mos bir yo'g'inash, ko'payish shakllandi degan gap. Shunga u biz to'laydigan bir badal hisoblanadi. Sizningki u rahat chambaringizdan chiqib ketishingizdagi sabab uning o'zingiz uchun emas-ku. Balalarni tarbiyalash uchun-ki. Balkim balig'i munosabatli ish bo'lmaganmisa balkim yana jur'at qilmasligingiz mumkin. Raz. Uning ustiga shu ona balig'i bek amroq bo'ldi ekan. Bular o'g'alga bek amroq bo'ldi ekan. Apam o'z vaqtida akamni bek yaxshi ko'rdi. Endi to'g'ri tushundingizmi? Endi shu ana bo'lish jarayonimda uning ustiga 3 o'g'lim bor bo'lganlik sababidan haqiqatan onaninki, opaninki o'g'liga bek amroq bo'lganligini his qildim. Chunki har qanday bir ayol o'zining vujudida bir mukammal bir erni izlaydi-ku amaliyotda.
bu erni reallıktan tapanmaydı. Hiç olmaganda jörüs u emas çıkıp kaldı. Bunun için hem bu kandak kılıdı degende onu oğluğa ataydı. Bütün ümidince. Şu tüpeyle bir xil anlarda oğlunu özünün kallısındaki bir mükemmel eri degan aşını oğuldan kütkeşke barlık ümidi oğlula kaldı. Bu bir optimatik aşındak bir psikiklik hadise. Şuna anıldayken anıla oğlu kelgen vaqtda etten ziyade kuyunuş, muhabbet kuluş ve ulanın hem deyimiz tomtaqlıp esak hem yan besiş tabi boqaldı hem de mesela ağaç hem de kızlara qaraganda. Bu o anılarının kastellikinden bulmaydı. O aşının bir biyologiylik bir şu tabi aşındak bir şekilini qalgan bir narsa. Şuna bunu bazı kızlarımda apam akamni yaxshi ko'rdi deb undaq qilib olishning hech qanday hojati yo'q. Shu yaxshi ko'rdigini rost. Ketdigini rost. Bir qadar qiziq qaragan o'g'ilni yaxshi ko'rdigini rost anlarning. Bu normal, bu normal ish. Sizlarningki yo'lchingiz ikinglarning farzandinglarni deb ashu rahat chamberikinglardan sizlarning tilinglar bo'yicha chiqib ketadigan g'ayratinglarga albatta abrini aytamiz. Bayı bir gapni deb qoldingizku, biz ovoz berishni yaxshi ko'rdim deb. Bir yerda bir ovoz berib baqsam, shuni sinab baqsam, shu qiziqishimdan azroq natija chiqarib bolalarga ko'rsatib baqsam demoqchiman. Biz naq maydonda ovoz berish mahoratingizni ko'rib baqsaq bo'lamdi. Buldun ko'rib baqsaq bo'ldi. Naq maydonda riyosatchilik qilishni mamni ko'rib baqsaq bo'ldi. Yoki bo'lmasa ovoz berishni ko'rib baqsaqmi bo'ldi. Mayli qaysini tanlasangiz bilaman. Mayli siz endi mush maydonga badal to'lab chiqdingiz. Shunga maydonni sizga qandaq qilingizga shunday qilamiz. Demak, ash badal to'lab berilgan imtiyoz endi. Imtiyoz. Bo'ldi, ma'qul. Men amdilik bir ishxonadagi ishlar deb bir kino batdi qo'y. Biz kichik vaqtimizda ko'rdigan. Asiliqi bir aylik muzchiray bir ayol batdi. Uni bir er yaxshi ko'rib qoldigan. Aşı bir kinodinkiga hamda qisqagan hamda şey bir ovoz berib baqay deb men shu Güzel Hayat programmasidagi xodimlar bilan deyishib shuningga tayyorlik qilgan. Bo'ldi. Shuningga hamda bir ovoz berib baqsam ham ovozim tushmadimi hamda sizlar ko'rib baqqandan keyin bilasizlar. O muhim emas. Uning ovozingiz menga tushmaydi. Siz chunki o'qitib emasdasiz. Shunami u menga tushmaydi. Ammo u muhim emas. Qani Sen buramda yetmeyle bırakıp yiyorlar. Kırıyorum yoldaşını vasıysın. Oturun. Rahmet. Bu yer demedim. Ben de bir eşiniz var mıydı? Yok. Bah. Neymiş? Araktan bir erim pişip buyum. Ben harak içmeymen yoldaşını vasıysın. Ras. Ben mi içmeyim? Yetmeyle bırakıp yiyorlar. Sizge şu gapni demekçi. Sizin gözünüz pek ötkür. Qandaq sigidaysiz? Meselelerge nahayt doğru qaraysiz. Men iliq jadvalni tuzitib atama. Tuzatgansiz yaxshi bo'lib ketib bardi. Iliq jadval bağancha yaxshi bo'lib ketib bardi. Bağancha yaxshi. Men sizdan xursand yo'ldoshni vasıysın. Bağancha yaxshi bo'lib ketib bardi. Siz musiqiga qiziqamsiz? Masalan, qanday shakldagi musiqa bo'lmasin? Men sizning muzik mahoratingizni ko'rsatib yurmasmikin debdiman. Ajab naqsh etqim ketdi. Ma'satchilikni qarang. Kim bo'ldi? Odamlar meni ovozing yaxshi, salmoq etsang erlarning o'tir ovozi, yuqori etsang o'smirlarning yuqori ovozi deydi. O'smirlarning yuqori ovozi deydi. Meningcha siz sal jiqroq chiqargandek tursiz. Hadika jiqishgan bo'lsam chataq chiqam mumkin. Mana qarang, hozir men nima degan mo'min? Har holda dalalik o'xshayman. Amiz qaysi naqshni aytib? Meningcha aytmag'ingiz tuzuk. Meni naqsh aytamaydi deb o'ylaydigansizda? Rost shundaq meni hozirib qilyaptingizku. Naqsh aytib bersan, hozirqingiz choma chiqib qoladi, qarang, ana. Sizning yurvingiz chataqroqmi nima? Qaraganda naqsham nima yaratmaydi ekansizda? Meni qandoqchin urdi-ki? Shundaq, siz menga saboq berdingiz. Zanjir uzilgan g'aldir ishdan uzilib bo'ptimi? Bu gapingiz xeyirli joyida. Mundaqcha aytganda zanjir uzilib ketibdi. Bo'ldi. O'tirib. O'taman. Yo'ldoshni vasıysın. Anatoliy Yepermich. O'lsam o'ldirib beray. O'tiring. Qo'rqmang. Rahmat.
Xafa bolmay o'rindiq marhamat qiling. Ko'p rahmat. Tönügün. O'ltiring. Tönügün siz meni qilchilik insoniy hissiyati yo'q dedingiz. Tönügün ben bütünlüğü alıcıp demem. Herkes rast kep yapkan. Yo'q, buningga astoydil muomala qilish kerak. Chunki siz idoradagi ba'zilarning ko'ngildagi gapni qildingiz. Chunki ko'p odamning oldida menga tuhmat chapildingiz. Tırnak. Meni haqoratladingiz. Hakaretledin. Butunlay yolg'on gap qildingiz. Rastaysiz. Chidiqsiz yolg'on gap qildingiz. Ben bundaq yolg'on gaplaringizga hargiz chidab Onunla turolmayman. ben mi çıdamayım? Siz hamisha gap yo'rg'ildisiz. Gap yorulatmadın. Sizning zot qandoq odam ekanligingizni hech uqolmadim. Meni nima qilsiz? Bo'ldi, meni uqmayli qo'ying. Siz meni bag'ir tash dedingiz. Nada sizning bag'ringiz yumshoq. Qapqidan muz yog'ib dedingiz. Siz to'limi Qalb qilgan. degan narsa yo'q Ya dedingiz. hamma a'zoyingiz to'liq. İçi qop-quruq dedingiz. İçiniz ajoyib yo'l. Beni kechiring lütfen bırak yana. Men asli Og'zingizni yuming, men to'liq mazaq qilmang. mazaq qilmadim. Ovozingizga toza tushadigan obrazdan birini tepib beribsiz-ku, ovozni. Ashundoq bo'ptimi? Shunday qamlashibdi. Rahmat. Ani riyosatchilikdami mahorat ko'rsatmadingiz, hamma mahoratingizni ko'rib bo'lib, hamma gapingizni anglab bo'lib, biroq korxonchilar bilan paranglashaylik. Riyosatchilikmi? Amdi. Ali ma'lum ziyorat qilsam bo'ladimi? Ha, bo'ldi. Amsi men boshlavatdimi? Ekran oldi ko'ringanlar, hammalarniki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Go'zal hayot programmasining riyosatchisi G'unchamdan hammalarga o'tliq salom. Bugungi programmamizda eng yaxshi bo'lgan, isli bo'lgan bir sonni sizlarga sunduq. Bu programmamizda mush Ali ma'lumni ziyorat qilmoqchi. Hammalar tanishlik bo'lgan Ali ma'lum hozir mush sahnamizda hozir bo'lmoqchi. Qani, marhamat. Ali ma'lum shikimiz shu Go'zal hayot programmasi eng yaxshi ilib boramiz deb o'ylayman. Tunji bo'lib mush so'raydigan savolim. Hammamiz psixika deymiz. Hamma odamning og'zida psixika degan so'z bor. Lekin bu zot psixika degan nima deb so'rasa, biroz hamda ehtimol ya to'g'ri javob berish mumkin, ya to'g'ri javob bermasligi mumkin. Shu ekran oldidagi ko'rinmalarningki, shu psixika degan zot nima degan savoliga Ali ma'lumdan bir savol so'raylik. Qani? Psixologiya deganlik psixika deb gap yo'q, psixologiya deb gap bor asli. Psixologiya deganlik odamning harakati, uning idroki, uning hissiyoti, uning xiyollarini tadqiq qiladigan bir fan. İdraki degan nima deganda, idroki deganlik sizning shu reallikda yuz bergan ishlarga bo'lgan tushanchangiz biz idrok deymiz. Masalan, o'xshash bir ish yuz bersa, o'xshamagan odam o'xshamagan tushuni bo'ladi. Shunga mush narsalarning hammasini tadqiq qilish orqali bir odamni mundosh aytgan vaqtda bir to'g'ri yashash yo'liga yetaklaydigan eng muhimi bu odam nemish shu odam bo'lib qoldi, asli bu odam qandoqmi odam bo'la oladi degan narsani tushunish orqali odamlarning hayotini mundosh aytgan vaqtda uning o'tmishini, hozirini, kelgusini o'zgartiradigan bir fan. O'tmishini o'zgartgil bo'ldi odamning. Endi ikkinchi savolim shu bu endi biz ko'rganlarningki kelgan savollar. Ali ma'lum shu nimishqa doim yonda o'tirib olsiz degan bir savol kelibdi. Shu savolga bir javob bergan bo'lsak. Voy, bek alqiliq savoldan birini so'rdingiz-ku. Mush programmada Ali asosan mushda yonda o'tirdi, ba'zida naq maydonda uxlab qoldigan ishlar bor. Men asli bo'lsa yetib olg'im bor, ras gap qilsam. Unda yetib olsam, asli men bunda yetib gap qilsam. Unda yetib olaysam, riyosatchi xonimlar buni yo'l qo'ymaydi. Men endi nimish bular yonda o'tirman degan shu xo'shaqitda yo'lni olsam bir yaliga, shunda xo'shaqidi. Endi men hayotimda nurg'un narsani ancha muhim deb qaramayman. Mayli yashash jarayonida kiyim tanlash bo'lsin yoki har qanday bir yerda men rohatlikni eng muhim deb qarayman. Shunga mening hayotimning ko'p qismi mayli o'tirash uslubim bo'lsin, menish uslubim bo'lsin, hatto mashina haydash uslubim bo'lsin, bir rohatlikni intildigan bir rohatlikni cho'rdigan bir xil turmush. Endi bu xil ba'zi qiliqlarim boshqacha ko'rina qoldi ekan. Chunki yana nurg'un odamlar bor, ular uchun rohatlikdan bekrak muhim narsa nima desangiz, yaxshi obraz.
yaxshi obraz tiklash. Yaxshi obraz. Chunki u odamlar endi mundaq aytgan vaqtda boshqalarning uni yaxshi ko'rmay qolishdan ansiraydi hamda. Bu mu bir xil muhabbatsizlikning amaliyot namoyandasi. Men uchun elib aytgan vaqtda undaq narsalar bek muhim emas deb qarayman. Shunga ba'zida hamda mening ma'o kiyinish, o'tirish uslubimda bilan boshqalar o'tirsa ozroq farq chiqqan vaqtda kishilar qiziqishi kerak. Masalan, shunda vaqtda masalan to'rdoshlar, ko'rurmanlar nimda qildimi ali dem ko'zgilmagandek deb o'ylab qolishi mumkin. İdrak. Genci degan shu. Amaliyot undaq emas. Amaliyotda nurg'un odamlarga siz degandek bir xil meni ko'zgilmayaptamdi, nima degandek bir tuyg'u berib qolishi mumkin, hamisiga emas. U uni xato tushunishligini bilib turman. Shunga baribir ambek men uchun muhim emas deb qarayman. Chunki mening ashu xil yashash uslubimni ashimi hamon bir kun asli intildi ashimchu. Ashim intildi undaq rohat nimaga. Amaliyotda uni keyincha o'ziga hamon bir kun tatbiqlaydi deyman, ko'nglimga ketmayman. Ham tushuntirishim bermayman. Rahmat Ali Ma'lum, shunday xush bo'ldik. Ko'rmalarning savoliga javob berib atdik. Bu programmamiz oyog'ilishib qoldi. Kelarki sonda ko'rsaylik. Hammanglarga rahmat. Xayr xo'sh. G'unchamning arzu armonlarini angladik. Uning qiziqishlarini bildik, ham ko'rdik. Endi qani karxanchilar qanday hissiyatga keldinglar, nimalarni deganlar baribir anglab baqaylik. Changja guruhi igilik tiklash klubi. G'unchamninki bugun orzulari bilan tanishib o'tdik. G'uncham o'zininki kichikgina bir orzusini shu go'zal hayot sahnasida bizga o'rindab berdi. Yoki orzusini amalga oshirdi. Har qanday bir odamninki qiziqishi bo'ldi. Hayotda har bir odamning o'zining qiziqishi bo'lishi, qiziqishini saqlab qolishi, shuningdek shu qiziqishini izchil davomlashtirib, shuningdan ma'lum bir o'zi qanoat hosil qilib bir natijaga erishib, shuning huzurini surish nihoyat muhim ahamiyatga bir ish ekan. Biz ko'pincha vaqtlarda o'zimizning qiziqishini, o'zimizningki yeshiga qarta, undan boshqa qilayotgan ishlarimiz deganga o'xshash mushum masalalar bilan bog'lab olib, qiziqishimizdan voz kechar ekanmiz. Yoki qiziqishimizni asonla bir yoqqa qayirib qo'yar ekanmiz. Menimcha bir odamning qiziqishi bo'lishi pek muhim ahamiyatga ega. Uning shu hayotga bo'lgan qizg'inligini yuqori ko'tarish, undan boshqa o'ziningki shu psixik sog'lomligi uchun nihoyat bir muhim ahamiyatga ega ish deb qarayman. Demak, G'uncham o'zining shu qiziqishini izchil saqlab, oxir mana shu go'zal hayot programmasida shu qiziqishi asosidagi o'zining iqtidorini bizga namoyon qilib berdi. Bundan biz nihoyat xursand bo'ldik. Undan boshqa shu G'uncham o'zi suyib qilayotgan kasb, ya'ni ayollarningki kutinish, davolashni birlashtirgan shu xizmatidan yanama yaxshi utuq natija qozonishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Changja guruhi. G'uncham xonimninki Güzel Arzusu degan Güzel Hayot programmasi orqali amalga oshdi deb o'ylayman. Har qanday odam o'sha orzuning cho'ng kichik bo'lishidan qat'iy nazar G'uncham xonimdek shuni ro'yobga chiqarishga tirishsa, meningcha o'zimni bir ozodchilik his qilishi mumkin. G'uncham xonimninki shu kasbininki bundan keyin texma ro'yoq tepishiga, texma utuq qozonishiga tilakdoshman. E'tibor guruhi. Men endi uni o'zimning shaxsiy nuqtasida o'ylashdim-da. Men o'zimni bak talaylik his qildim. Siz burun bir sahnada ovoz berib baqqanmi? Berib baqmagan. Tunji qaytdim. Shuna bir men ovoz olayligim bor ekan, bir kun cho'ng bir sahnalarda nihoyat donliq riyosatchilar bilan birga o'ltirib, nurg'un odamni qartib qo'yib, bir ovoz berib baqsam, bir riyosatchilik qilib baqsam deganmi-chu desa, bak qarmoq kichik. Lekin-chu desa, deymiz, bak hayajon, o'zingizmi hayajonlandingiz-ku deyman. Men nima ish qilsam talaylik deyman desa, amaliyotda bir odamning bir kichik bir orzulari amalga ishlayotgan shu vaqtga tang jo'r bo'lib o'tirishmi, shunda bir go'zal ish deb o'ylayman men. Agar atrofimizda bir yaqinlarimiz u bo'la olib qolsa, men mana bir kichik orzuyim bor desa, shunday bir qo'limizdan kelsa bir sharoitlarni ta'minlab, shu vaqtni o'zi tang yeni tursaqmi, amaliyot bu bir nihoyat bir go'zal ish ekan. Mushundan tunji bir talayni ko'rgandek bo'ldik-da, men nihoyat aytmoqchiman.
Yani o'xshashlar güzel hayat programımızda biz yani davamlıq mayli arzu cho'ng kichik olsun. Aşılar bir güzel arzularniki müşahede tang amalga ishiga biz tang müşahede shunday bir yo'rilishga biz hammamiz shunday taqozo. Biz texmo ko'plagan do'stlarimizningki güzel hayat programmasiga qatnashib, o'z qalbidagi arzu armonlarini biz bilan o'rtoqlashishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. G'uncham men yetaklab ketib qolgan bir o'quvchi. Endi manda gumpullar borligini men bilmaydiganman to'q. Bayatın ekran qaylab o'tirib, əmliyat haqiqiy televizorda berilgan ovoz deb o'tiribdi. Men saltirib takrorlaydi deb o'tasam, kim berib bo'libdi ne? Əmliyat berib o'tibdi ekan bir tarafda. Demak, men riyosatchilik qilganda ovoz berishni texmi yaxshi ko'rdim men shaxsan. Endi bu G'unchamning bir cho'ng alaylik nima bo'lsanglar, bir mas'uliyat tuyg'usi bor. Burish tuyg'usi bor. Bunu qanday his qildinglar desanglar, hozir 7 dukkuni bor-ku, Maxtumsizlar deydigan kutinish markazlari bor Amiyada. Bir vakolatchi qabul qilgan bo'lsa, bir dukkandardan biri qabul qilgan bo'lsa, keyin yüz gidip aşınanga. Dükkan içip xiridat yapırım, bazarını içip yapırım. Aşın akkuzguça, aşın üget kişi aşağı durdu. Balası küçük vaxtında maşadan kelmeydi o da. Demek aşın ben bir şarkı tırılam, yüzden mesuliyetçilik duygu kılavatqa aşığa intayın küçük ikenligini bayqadım. Endi bu mesuliyetçilik duygu degen narsani manda adetlik tasvirlashga bo'lmaydi. Çünkü nurg'un iqtidorim o, aş burush duygusidan chiqadi. Mesuliyetçilik duygudan iqtidor shakllandi. Nurg'un xo'jayinlar nima uchun to'xtamay taraqqiy qilaver desanglar, kelayotgan necha ming vakolatchisi bor. Nurg'unlagan ishchi xizmatchilari bor. Nurg'unlagan iste'molchilarga mas'ullarlik. Shuning uchun to'xtamay turishdi bular. Demak, oshiqil narsa bor G'unchamda. Bu favqulodda bir xo'jayinni bulashtirishlik eng negizlik, eng tuven darslik chiqib yetildirish kerak bo'lgan bir sapa. Demak, bundan keyin kishilarningki texdan taraqqiy qildiganligiga ham ishonaman, ham umid qilaman. Hammamiz G'unchamning shu bayonlaridan keyin men bunday qarab baxsam hammamiz har xil nuqtadan tahlil qildik-ku. Men bekrak ko'ngil bo'lganim G'unchamning mush bolalarga jonliq usullar bilan ulgu bo'lma, amaliy tarbiya berma degan tarafini men bekrak yaxshi ko'rdim hamdi. Bu tarafga siz qanday qaradingiz Nurmamat? Bu odatda bal tarbiyalash deydigan narsa ovozsiz tarbiyalaydigan narsa. Har qanday ota-ona balasidan nimani kutgan bo'lsa, o'zi shu xil qiyofat kirish kerak. O'zi shu bo'lib balaga ko'rinish kerak. Shunday balalarniki yaxshi yetilib mang'alaydi. O gapki hech kim o'zgarmaydi. O qo'rq narsa. Shu eng muhim narsa nima desanglar, birinchidan amra ulash balaga, ikkinchidan ulgu ulash. Shu G'uncham mush nuqtani ishga tushira olibdi. Endi G'unchamdan so'raydigan yana bir savol bor. Endi G'unchamda yana boshqa bir arzu armonlar bormidi? Mushundan boshqa hozir numerini o'rnatib oldi. Chunki yana boshqa arzu armonlar bor deb qarayman. Mush güzel hayat programmasi orqali sizga o'xshash mush ustozlarimiz, ya'ni mush o'ltagan korxonchilar deymiz. Hamda men o'zimni bir kichik korxonchi deb qarayman. Mana muallimimizmi o'tiribdi. Mush güzel hayat sahnasi orqali men o'zimda bor bo'lgan bilimni, o'zimda bor bo'lgan bo'lgan narsani sharoitlardan to'liq foydalanib, hamda shu o'zi qiziqadigan, hunarni o'rganishni xohlaydigan, g'irim qilishni, sog'lomlikni asliga keltirishni, anadagi fizikalik davolashni, ko'riyachi yo'sin tuzashni degandek mushundaq kasblarda o'zininki arzu armonlari bor, lekin sharoiti to'liq bo'lmagan shu 10 nafar xonim qizlarimizga shu haqsiz menda bor bo'lgan hunarni berish bir arzusi tikim batdi. Nurmamat ma'lum shuni dedi. Nurmamat so'rmagan bo'lsa, bu gapni demamdingiz? Chiqim deydim. Usharkansiz Nurmamatchimu, muhim gapdan birini demay tushib ketmoqchi ekan to'q sahnadan. Mush ekran oldidagi barliq ko'rinmalar mushu programmani ko'rgandan keyin mushu programma orqali aloqalashma bo'ldi yoki bo'lmasa 10 nafar ashunda qiziqishi bor. O'zining kasbni söygüsü bor. Hunar o'rganguchi bo'lmoqchi bo'lgan mushu qizlarni, xonim qizlarimizni men haqsiz tarbiyalab bersam degan. Hunar o'rganguchi va qiziqishi borli bo'lsin yoki boshqa qiyinchiligi bor bo'lgan.
agar masalan oila sharoiti yor bermagan iqtisodiy qiymati ancha bo'lmagan anadan keyin o'ziniki oilasi qiyinchiligi bor bo'lgan xonim qizlarimizga 10 nafarni man o'zimda bor bo'lgan hunarni o'zimda bor bo'lgan bilimni haqsiz beray deb o'ylayapman alimalim. Güzel hayattan aldı, güzel hayatka qaytdı. Rasa to'g'ri. İdeya guruhi. Yaxshimisiz? O'zingizning kasbidan sir qiziqishingizni ma'qul holatda, hatto Nurmat muallim ashar ovoz berib tushib ketsangizmi, bilmagan holatda bir xil ashunchalik darajaga yetkazish oson emas. Uzun yillarga meningcha olganda bunimi davomli taraqqiy qildirib, hatto qo'shimcha kasb holatga o'tkazsangiz bo'ldi-ku deb qarayman, qobiliyatingiz tamaman yetdi-ku. Davomli qiziqishni tashimasligingizga umid qilaman. Rahmat. Degan sir shunday gaplar chiqib qoldi-da. Masalan, Changja guruhininki ilqi media shirkati bor. Agar Changja guruhi meni mushu jihatda azroq fursatlarni bersa, albatta. Men mush ovozim orqali texmo mushu ideya korxonasidagi inimiz degandek ish bo'lmagan yana 2-3 asarni vujudga keltirsam, menmi da xo'sh bo'lma, texmo hayajonga to'lma. Yaxshi gap chiqdi. Bizniki Changja kino televiziyada cheklik shirkati nomidan sizga mujihatda qanday sharoit desangiz hozirlab qilib beriladi. Qo'llayli. Qadrli ko'rman do'stlar, hayot to'limi go'zal. Hayotimizni go'zal qiladigan xurishlar nihoyat ko'p. Hayot bizning qiziqishimiz bilan texmi go'zal. Qiziqishimizni davomlashtirishimiz bilan, izchillashtirishimiz bilan texmi go'zal. Qiziqishimizdan natija yapishimiz bilan texmi go'zal. Hammalarga go'zal hayot yor bo'lg'ay. Kelar qisam programmamizga kirishaylik. Xayr xo'sh.